Xo'p, qaranglar, demak biz nima qilamiz? Qo'ltiq o'yindini ulashdan oldin birinchi bo'lib padbordni bo'yin o'yindisini tikib olamiz. Albattaki choklarni chokkiga qo'yib, o'rtasini markazini ham belgilab olgan holatida dublirli joy sizga qaraydi, asosiy mato esa, kiyim esa lapkaga qaraydi. 0,5 sm da tikamiz. Dublerin tarafiga, ya'ni padbord tarafiga 1 mm dan chok yurg'izib chiqamiz. Mana endi buni yaxshilab dazmol qilib kelamiz, keyingi sistemasini ko'ramiz. Xo'p, qizlarjonlar, qaranglar, mana biz dazmol qilib keldik va shu dazmol qilib kelganimizdan keyin mana yelka choki bor. Qo'ltiq o'yindi tarafidan bokovoy chokdan boshlamayapman, qizlarjonlar. Yelka choki bor-ku, ana shu yerdan boshlaymiz. Demak, chokiga qo'yib olib, mana chokini yorib dazmol qilib olasizlar-da, chokiga qo'yasizlar. 0,5 sm dan ichkariga qayirib, mana mana shu yerga bulavka qilib olamiz. Hozir ichkaridan olganimizda ochilib ketmasligi uchun. Ana endi bemalol ichkaridan o'giramiz-da, mana ko'rdinglar? Bemalol mana bunday qilib o'girib olamiz. Va tikishni boshlaymiz. Tikishdan oldin albattaki mana bu bulavkalarni olib tashlaylar. Chunki u sizlarga xalaqit qiladi. Tikayotgan voyay davringlarda. Mana olib tashladim. Qo'linglar lekin ushlab tursin. Hop. Sal zamarochinli joyi faqat shu. Mana mashitdan boshlab tikishni boshlaymiz. 0,5 sm da. Mana qaranglar, to'g'ri bichilingan narsa har doim chokiga to'g'ri kelib berish kerak, qizlarjonlar. Shuning uchun bichimga ham e'tiborli bo'lasizlar. Shu joyda sizlarga yana reklama, to'g'ri bichishni o'rganmoqchi bo'lsanglar, asos darsimga qo'shilib olinglar. Aynan besprimerga to'g'ri bichishni o'rganasizlar. Mana qizlarjonlar, mana to'ppa-to'g'ri kelib berdi. Hech qanaqa qiynalmaysizlar, hech qanaqa tiqilib qolmaydi. Agar yelka chokidan boshlasanglar, agar qo'ltiq o'yindidan boshlasanglar, unda mashinangiz tiqilib qoladi. Естественно, bu sizga keyin qiyinchilik tug'diradi. Mana hech qanaqa qiyinchiliksiz, ortiqcha ham kelib qolmadi, hech qayerda kam ham bo'lib qolmadi, hech qayerda. Akkuratnenki kelib berdi. Rasechka qilsanglar ham bo'ladi, lekin adras ko'p sitilgani uchun men adrasga rasechkalar bermayman. Ko'rishingiz mumkin, mana bizda nima hosil bo'ldi. Mana qo'ltiq o'yindisini polniy обработкасы hosil bo'ldi. Buni chiroyli qilib dazmol qilamiz. Mana choklari chokida turibdi, ko'rdinglar? O'rta choklari ham mana chokida turibdi.
yengsiz narsalarni, nimchalarnimi, yengsiz вечерний ko'ylaklarnimi, mana shunaqa podbordlarini shu yo'sinda tiksanglar, birinchidan ishinglar juda ham chiroyli bo'ladi, ikkinchidan esa siz bemalol klientga lyuksoviy chokingiz bilan maqtanishingiz mumkin qizajonlar. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like va podpiska unutmaysizlar. Mana bizani обработкаlarimiz qizajonlar, manikenimiz 46-razmer, lekin kiyim 42-Italiyaga hozir tikilayotgan kolleksiyalarimizdan bittasi. Mana ko'rishingiz mumkin, обработкасы juda chiroyli chiqadi. Anaqasini ham hozir orqasini o'girib ko'rsataman. Orqasini ham kiydirib ko'rsataman sizlarga. O'sha podbordlari qanaqa turganini ko'rib olasizlar. Mana podbordimizning orqa tarafi qizajonlar. Mana o'sha dublerimiz bilan обработкасы ko'rdinglar. Ichida qolib ketgan. Обработкасы mana qo'ltiq o'yindilarini, hamma обработкаlar. Mana manbatini shuna qo'lda, qo'l chokida mana shu zakribga berib qo'ysanglar bo'ladi. Shunda chiqib ketavermaydi, mana bunaqa bo'lib chiqib ketavermaydi. Mana shu qo'l chokida zakribga berib qo'yasizlar. Mana hammasi bu orqa tarafi qizajonlar mana.